musofirda ishlab turib shunday bahaybat, hashamatli, fayzli xonadon qursa bo'ladimi? Albatta bo'ladi, yaqinlarimiz. Bu hashamatli, fayzli xonadonimizni tashqi va ichki fasadini o'zimizni mahsuloti, ya'ni Gipki Kamin mahsulotidan qilib berganmiz. Ko'rib baho beraverasizlar. Shu joyda videoni boshlashimizdan oldin xonadonga qanaqa chiqqanini fikringizni bildirib, kommentariyada podeshkani qo'yinglar. Biz videoni boshladik. Xudo xolasa, bu obyektimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan bo'lyapti. Xo'p, ichkarini boshqacha stilda qilib berganmiz. Sokinlari ham siz ko'rib turgan, ya'ni Gipki Kamin mahsulotda qilib berganmiz. Oq mramor fasonda bo'lgan ichkarilar mana. Ko'rib baho beraverasizlar. Ajoyib, a? Laki yana so'rab qolardim, iltimos qilib qolardim. Gipki Kaminni ko'pchilik biladi. Nimaligini bilmaganlar uchun qisqa ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, bu mramor tabiiy toshda kroshkasidan bo'lgan. Tekis shikaturka bo'lgan devorlarga yopishtiriladi. Qalinligi 0.5 bo'ladi. Mana ko'rib baho beraverasizlar yaqinlar. Oq mramor fasonda qilib berganmiz. Xo'p, agarda devoringizga shpakilovka tortib, rang berib, Evroremont deyishardi-yu, shunaqa qilib qo'ygan bo'lsangiz, uni shpakilovkasini yoki emulsiyasini qirib tashlab, bir sloy kafinlikli tortib olib, yopishtirsa bo'laveradi. Xudo xolasa, bir marta qildirasiz, 15 yil remont to'g'risida umuman o'ylamaysiz. Yaqinlarimiz, ustunlik tomonlari travertin bilan solishtiraylik. Endi hammani ham dedi har xil solishtirib ko'ramiz, xolos. Travertin devoringiz yoriladigan bo'lsa, xudo ko'rsatmasin, qo'shib yoriladi. Ha, bu narsa yorilmaydi. Xudo xolasa, yoriladigan bo'lsa ham, mana u g'ish fasonku, choklaridan yorug' ko'rinib qolishi mumkin, xolos. Ustiga yorug' tushmaydi. Undan tashqari, suv bilan, karchir bilan bemalol yuvsiz bo'laveradi. 1-2 yilda chang bo'lib qoladigan bo'lsa. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Agarda sizning devoringiz loy-shuvoq holatda bo'lgan bo'lsa, loy-shuvoq agar padmayak tekis holatda bo'lsa, uni ham ustidan bir sloy kafinlikli to'rto'g'ri yopishtirsa bo'laveradi. Yaqinlarimiz, qum-shuvoqqa vobshe zo'r bo'ladi. Xudo xolasa, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Ustalarimiz ham bor. Hammaga qiziq joyi Mullajiringda, to'g'rimi yaqinlarimiz? Mana shu yerga bitta like bosib qo'ying. Xo'p. O'tga yil qilib berganmiz bu obyektni, 1 yil bo'libdi. Ko'stimasi mana hali holatini o'zgartirmay turibdi. Yomg'irga, sochinga bardoshli. Akamizga ham bitta like bosib qo'yasiz. Shunday xonadonni o'zlari ishlab bitirishibdi. Obunachilarimizga qo'l ko'tarib qo'yasiz, Rustamjon aka. Hamma kuzatuvchilarimizni uylarini bundan-da zo'r qilib berishida Alloh o'zi nasib bir o'zi aylasin. Xudo xolasa xizmatinglardamiz yaqinlarimiz. Narxlari Gipki Kaminning o'zining narxi 95 ming so'm. Usta haqqi bilan bo'ladigan bo'lsa, o'zining narxi 55 ming so'm, 60 ming so'm bo'ladi. Xudo xolasa kelib qo'shib beriladi. Xo'p, tayyor laklangan olib borib beramiz. Laklab o'tirmaysiz. Usta haqqi bilan siz qiladigan rasxodingiz faqatgina ustalarning oyog'ini tagiga lesasini olib kelib berasiz, qorin to'qlaysiz. Undan oyog'i o'zimizniki bo'ladi. Agarda devor tayyorlash xizmati bo'ladigan bo'lsa, siznikida boya aytib o'tganimdek kafinlikli tortish kerak bo'ladigan bo'lsa, qumshoq holatda bo'lmasa-da devoringiz, kafinlikli tortish xizmatini yigitlarimiz, xo'p, 10 ming so'mdan metr kvadratini tortib berishadi. Agarda yo'q, o'zim tortib beraman deydigan bo'lsalar ham tortirib o'rsalar bo'laveradi yaqinlarimiz. Uyga bitta like bosish esdan chiqmas. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz yaqinlarimiz. Qanaqa savolinglar bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, shaxsan o'zim to'liq ma'lumotni beraman. Katalogni ham Telegramdan xudo xolasa tashlab beramiz yaqinlarimiz. Bundan har xil, bundan boshqa har xil fasonlarimiz ham bor. Qisqa video uchun vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Hamma kuzatuvchilarimiz uylarini bundan-da zo'r qilib berishdi. Alloh o'zi nasib etsin. Tillarim ham jingalab bo'lib ketyapti yaqinlarim. Ming bor uzr. Like bosgan qo'llaring pachka dollarlarni sanasin.